video zapis etdi. Navbat sound bo'limiga. Sound bo'limi orqali nimalar qilsa bo'ladi? Juda katta ishlar qilsa bo'ladi. Misol uchun, eng kulminatsion nuqtasidan bittasi sifatida ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni ovozlarni eshitmaymiz. Hop, birinchi kod blogi bilan tanishamiz. Play sound meow until done. Ya'ni har qanday sprite'da olishga qat'iy nazar, misol uchun qanaqa bir musiqa asboblari bo'ladigan bo'lsa va gitarani olishingizga agar play sound yoki start sound degan kod bloklarni oladigan bo'lsangiz, avtomatik shu gitarani ovozi ham qo'shilib chiqadi. Bosaman. Endi hop, boshida agar esingizda bo'lsa, manimcha sizga bu narsani aytmadim. Birinchi darsimiz bor. Scratch interface bilan tanishish. Boringizmi? Tepasidagi bo'limlarni tanishtirganman. Mana bu qismlar. Bugungi ishlaydigan qismimiz sound qismi. Hop, bu qismini ham tanishtirib ketmayapman. Qiyin emas unchalik. Hop, tasvir. Hop, endi shuni ochib turaman. Hop, biz shunaqangi narsa seçishimiz kerak. Ya'ni bitta zal olaman. Konsertni zal. Mana shu zalni musiqa asboblari bilan to'ldiraman. 70 music ovozlar ham avtomatik o'tadi. Misol uchun mana burada ixtiyoriy sprite oladigan bo'lsangiz, mana bu yerga ovoz, barabanni ovozi ham o'zi tanlanadi. Mana bu yerdan boyaga o'zim chizib oladigan bo'lsam yoki bo'lmasam yuklab olaman birorta narsa maze sprite sifatida ishlatdim. Endi ovozdan ishlatadigan bo'lsam hech narsa o'zgartirsa bo'ladi, lekin ovoz yo'q. Ovoz qo'shish uchun sound panelga o'taman. Mana bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerdan ovoz tayyorlayman. Gitara. Mana shu yerdagi ovozlar avtomatik o'tadi. O'zini kutubxonasidagi sprite'dan foydalanadigan bo'lsangiz. Shunday narsa. Endi kod qismiga o'tib turib, mana bu yerdan boya tanlagan narsani tarqatib hozir bunga o'tmay turamiz. Osonroq, soddalog'idan birinchi boshlayman. Asbob uskunalar. Yana bitta musiqa apparati qo'shaman. Saksofon. Mana bu yerda razmeri 40. Voy, kichkina. Hop, shunaqangi dastur tuzishim kerak. Ya'ni har bitta musiqa asbobini ustiga bosganimda o'zim tovush chiqsin. Bizda hodisalar bo'limi bor. Hodisalar, ya'ni aytdikki, ustiga bosganda ovoz chiqsin. Ovoz qachon chiqadi? Ustiga bosganda. Endi mana shu kod blok va this sprite clicker degan. Qachonki sprite ustiga bosilganda. Nima bo'lsin? Sound bo'limida qarang. Play sound ishlatib. Hozir bu nima? Saksofon. Endi start soundni ham qo'yadigan bo'lsam, qayoqqa yo'q bilinmaydi. Buni farqini ko'rishlik uchun boshqa misol bilan ko'rsatib beraman. Lekin hozirgilarga ham mana bularga ham xuddi shu kodni yozish uchun. Xizmat qilsam, shu musiqa asbobiga o'tib qoladi. Qachonki buni ustiga bossam yoki mana bu yerdan bossam bo'ladi yoki bu yoqdan bosa olmayman. Buni ham ustiga bosganimda, qani o'zingiz bitta qilib beringchi.
Birinchi kod blogini tushundim. N degan narsa, qarang, N mana bu sound. Keyingi kod blogini ko'rib chiqamiz. Hmm, Keyingi kod blogi. Hmm. Buni tushuntirishim uchun hozir men mana bundaman. When despite click emas, mana shu buyruqlarni klaviaturaga bog'lashim mumkin. Xuddi shu orqali qarang. Buni bunga bog'layman, buni bunga bog'layman. Demak, play soundni 1 ga qo'yaman, start soundni 2 ga qo'yaman. Qarang, farqi shu yerda bunda. Misol uchun qarang. Pianino chalayotganingizda, birinchi ko'raylik. Ikkini bosaman. Tugamasidan payti reply bo'lyapti. Tugamasidan. Endi birni bossam, tugab bo'lgandan keyin. Endi buni yanada aniqroq tushunish uchun uzunroq muzika bilan. Hozir bu qisqagina muzika. Loops qismida muzika bor. Endi kod qismida klassik pianino. Mana shundan klassik pianino bularni ham klassik pianino. Ikkini bosaman. Muzika tugamasidan play soundda until done degan bor. Ya'ni qachongacha tugaguncha ijro etadi. Start soundda u narsa yo'q. Tugamasdanoq boshlayman. Bu narsani qachon qilamiz? Mana play soundda musiqa, o'yin yasayapsiz yoki qanaqadir animatsiya yasayapsiz, orqa fonga musiqa berasiz-ku, shu vaziyatlarda ishlasangiz bo'ladi play sound. Men bilganim. Endi start soundda bo'lsa, qarang, musiqa asboblari bor, gitara bor, pianino bor yoki boshqasi bor, tamom. Misol uchun, doira, doira. Bitta tang etib urib qo'yasiz, bir 2 sekund ovoz eshitiladi, to'g'rimi? Tugab bo'lgandan keyin boshqalarni bosasiz. Bu ketaverasiz, tugashini kutmaysiz, to'g'rimi? Bu vaziyat uchun start sound. Pianinoda ham, umuman boshqa narsalarda ham. Farqi shunda. Endi qarang. Endi hop 905 ga tushib bizda bitta knopkasi, pianinoni knopkasi. Sizga amaliy topshiriq beraman. Mana bu yerdan pianinoda bilamiz, 2 xil klavish bor. Oq va qora. Hop, keling, men kostyum qismini birato'la o'tdim. Nima qilayotganimni tushuntirib beray. Mana bu yerdan yangi sprayt qo'shib olamiz. Spraytni chizib olsak bo'ladi paint qismi orqali. Mana bu yulduzcha orqali, mana bu kutubxonasi bor-ku, spraytlar kutubxonasi. Yulduzcha orqali shu kutubxonadan tasodifiy bittasini tanlayman. Bu orqali kutubxonada yo'q bo'lgan spraytni ko'rsatadi. Biz hozir nima qildik? Chizib oldik. Mana shu klavishni biz chizib oldik. O'tadigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri bizni kostyum bo'limiga o'tkazib yuboradi. Bir qator tanishtirib o'taman. Spraytni nomi. Xo'p. Ha. Bu o'ngga chapga emas. Bu Ctrl Z. Ctrl Z. Qilgan ishni orqaga qaytaradi. Burilish. Elementni bir joydan ikkinchi joyga surish uchun hozir nimaga chizib olyapmiz? Sabab uskunam aktivligi rektanglda turibdi, ya'ni to'rtburchakda. Men buni bu yoqqa o'tkazib olaman. Bu degani kursor select bosaman. Mana bu delete orqali o'chirib olaman. Yoki klaviaturamdan backspace yoki delete. Hop. Endi sizga maslahatim va tavsiyam, qanday chizayotgan spraytingizni yoki tayyor spraytni
markaziga qo'yib oling mana. Markazi mana bu o'rtadagi nishon. Bosmaysiz. Maslahat beraman, mishkani mana bu yerdan ushlab olmang. O'zingiz to'sib qo'yasiz. Chekkaroqdan ushlab oling bemalol. O'rtaga qo'yib oling. Sabab nima? Sabab x oqi bo'yicha falon nuqtaga borsin deysiz-ku, falon nuqta mana bu yerdagi o'rtadagi markaziga nisbatan oladi. Yoki pen toolda ham chizayotganda qalamni o'rtaga emas, uchini mana bu yerga olib kelib qo'ymasangiz, o'rtasidan chizib ketadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz. Belidan chizish shundan. Uni nima qilishingiz kerak? Mana bu narsani uchiga olib kelib qo'yishingiz kerak. Ana. Markazga har qanday narsani olib keling. Bu yerdan joyi ham o'zgaradi, qarang. Joyi ham o'zgaradi. Ahamiyat bermang u tomonga. Qo'yasiz. Bemalol o'tga olib kelib qo'ysangiz bo'ladi. Yonidan terlab chiqsangiz bo'ladi. Hop, endi nima qilamiz? Fill ichini rang. Outline granitsa chegarasi. Qora rang. Bu joydan razmer rangini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Chegarani qalatdik. Mana qalinlashib ketyapti. Copy nusxani joylaydi. Backspace. Bu narsa qarang. Paste qildim. Mana, mana. 3 tasi bo'ldi. Endi hammasini belgilash mana bunday bo'ladi. Gruppa yuboradigan hammasi bitta gruppa bo'lib ketdi. Bu yoqdan bu yoqqa olib bera olaman bemalol endi. Android gruppadan yechish. Boshqa joyga bitta bosib tasam, guruhdan chiqadi. O'tga qo'yib ishlashim kerak. Qarang. Buni rangini qizil, bunikini yashil qilaman. Hammasi bir-birini ustiga chiqib ketgan. Eng orqada bu qora turibdi. Hop. Nima qilaman? Forward orqali qorani aslini olganda ushlab turib, u yoq bu yoqqa bunday sursam, eng oldiga chiqib olishi kerak edi, chiqmadi. Forward qilsam eng oldiga emas, bitta oldiga chiqar ekan. Agar mana bu so'ziga tushunmaydigan bo'lsa, ikki o'nkasidan ham tushunmasangiz bo'ladi. Chiziqcha bitta turibdi. Bitta chiziqcha oldiga, ya'ni bitta qavat oldiga chiqadi. Endi frontda bir nechta chiziqchalar turibdi. Eng oldiga. Bunisi bitta pastga, eng pastiga. Bittadan pastga tushadi. Endi frontda eng oldiga, bekda eng orqaga. Delete, qarang. Qizil o'ng tomonda, to'g'rimi? Hop, keling bunday qilamiz. Ayiqni olaman va qo'ng'izni olaman. Ikkalasi bir-biriga qarab tursin. Qanday qilaman? Qarab turgan versiyasini topaman. Topolmayman. Endi ayiq bo'lsa ayiq, qo'ng'iz bo'lsa qo'ng'iz. Qo'ng'izni bu tomonga qo'yaman, ayiqni bu tomonga qo'yaman. Qaraydigan qo'ng'iz bo'lib qoladi bunda. Custom bo'limiga o'taman. Hammasini belgilab olishib keling. Nimaga? Sabab belgilamaydigan bo'lsam, qanotni bunday qilsam chiqib qoladi. Bir-biriga guruh qilinmagan. Hammasini belgilayman. Mana bu joyda flip horizontal degani bor. Mirror akslanadi. Bunisi vertikal yo'nalishga. Buni ozgina buksammi? Sizga qarab qol. Shu. Bu orqali elementni ushlab olaman. Mana bu qalamcha orqali chizishim mumkin. Bu orqali guvashda bo'yaman. Boshqa rangga joyini ham mana shu rangga bo'yab qo'ydim. Bu orqali to'g'ri chiziq chizaman. Talshinani ya'ni qalinligini oshirsam bo'ladi. Yoki bu yerga o'chirib turib 50 qilib bosib qo'ysam bo'ladi. To'g'ri burchak chizadi. Hop, buni ichini bitta tozalab tashlayman. Keyingisini keyin tushuntiraman. O'chirg'ich mana. Hop, o'chirmayapti. Bunga sabab o'chiradigan narsani oldin belgilab olishim kerak edi. Lekin belgilanganda ham o'chirmayapti. O'chirdi. Belgilab olishim kerak ekan. Buni o'chirishim kerakmi?
T orqali har qanday dasturda T ko'radigan bo'lsak, bu tekst degani, ya'ni matn qo'shish. Endi matnni rangini o'zgartirmoqchi bo'lsam, hammasini blokka olaman. Ctrl A, bu yerdan fildan o'zgartiraman. Game over degan narsa odatda qizil chiqadi yoki boshqacha rang chiqadi. Shunday. Endi qay? Mana bu tekstni bosadigan bo'lsam, mana bu yerda sans serif degan narsa ochilib qoldi. Sans serif degani Times New Roman degan font oilasi. Rasmiy hujjatlar shundan foydalanadi. 14 razmerda yoziladi. Ko'rgan bo'lsangiz, bunday T chiqadida, mana bunday qiya joyi bor. Xuddi shuni aks etgan. Hech qanaqangi qirrali joyi yo'q. Mana serif qanaqangi gulli joyi bor, bunda yo'q. Gulli joyi bor. Handwriting, qo'lyozma, marker, curly jingalak, piksel qilib oladi. Xitoychami bilmadim. Qarschi yozaverasiz. Imkoniyati cheklangan. Hop, shunday. Dumaloq orqali dumaloq tuzash mumkin. Dumaloq tuzashda ham bunday tuzib qo'yadigan bo'lsak, qonga o'xshatib qo'ydi yoki regbini to'piga o'xshatib qo'ydi. Endi bizdan so'raladigan narsa, dumaloq tuzish uchun nima qilish kerak deyiladigan bo'lsa, dumaloq tanlayman, shift degan tugma bor. Shift bosib, bizdan dumaloq chizadi. O'zimga mos rasmga keltirib olmayman. Endi bitta narsani tashlab ketgandim. To'rtburchak, rectangle. To'rtburchagimizni ko'radigan bo'lsak, to'rtburchakni qirrasi bor, ya'ni qirrali, keskin. Mana shu qirrani yo'qotib olsak bo'ladi. Hozir o'tirgan buni qanday qilaman? Mana bu joyga o'xshadi. Hop, qirrasini yo'qotmoqchi bo'lgan shaklini tanlayman. Odatda bu to'rtburchaklar uchun ishlatiladi. Mana bu uskunadan foydalanaman. Qarang. Bu aylanish qayerdan boshlanyapti? Mana bu yerdan boshlanyapti. Qayoqda tugayapti? Bu yerda tugayapti. Demak, boshlanish va tugash nuqtalarini belgilashim kerak. Xohlang boshlanishni bu yoqda qiling yoki tugashni bu yoqda qiling. Boshlanish, tugash mana bu yerda. Xuddi shunda turibdi. Endi burchakdan ushlab turib, shunga o'xshatdim. Boshqalari ham xuddi shunday. Qilasiz. Chiroyli narsalar chiqadi. Yasab olasiz. Imkoniyati bor. Qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi, kostyum bilan tanishdik. Endi biz ovoz qismiga ketayotgandik. Kech qolyapmiz. Tez tushuntirib beraman, qarang. Bu klavish, to'g'rimi? Kostyum bo'limiga o'taman. Mana buni olib tashlayman, buni ham olib tashlayman. O'rtada bu qoldi. O'rta safa. Nishon qan? Boshqasiga o'tyapman. Mana o'rtada bo'ldi. Endi ovoz qo'shishim kerak. Ovoz bo'limida hech narsa yo'q. A piano degani bor. Biz pianino yozamiz. Ustiga bosaman. Endi qarang. Ovozni parametrlar bilan tanishib chiqamiz. Ovozni montaj qilsangiz bo'ladi. Faster tezlashtiradi ham ingichkalashtiradi. Slower sekinlashtiradi, yo'g'onlashtiradi. Louder gronkani ochadi. Softer tushiradi. Mute bezuk yoki stop sound. Bu narsa odatda uzunroq musiqa qo'yingda. Fadingni qo'yadigan bo'lsak, mana rasmdan ham aytib turibdi. Sekin yo'qdan sekin bor bo'lyapti, kattalashib ketyapti diapazon. Ya'ni bu degani kolonkaga telefoningizni ulab musiqa qo'yasiz, playni bitta bossangiz, kolonkani o'zi o'chadi.
Sekin ochib yani barcha turibdi. Play'ni bosdingiz. Endi reverse. Ovozda aksini qaytarib bering. Misol uchun, rubobni teskasi nima bo'ladi? Bobur bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday ma'noda ovozni ham teskari play qilsa bo'lar ekan. Shunga o'xshaydi. Bu bo'lsa, yana reverse bosasiz. Asl holatiga qaytadi. Robotlashtiriladi ovoz. Sifatni buzib tashlaydi. Odatda bu robotlashtirish mana bu yerda ovoz parametrlarini ko'radigan bo'lsak, bu kutubxonaga kiradi. Ikkalasi mana bu ovoz yuklaydi. Bu kutubxonadagi mavjud ovozlardan tasodifiy bittasini chiqarib beradi. Qaysi? Mana bu yulduzcha. Endi bu mikrofon orqali ovoz eshitish bo'ladi. Neft topdim. Binodan kerakli qismini, sathini kesasiz bo'ladi. Bitta play qilib. Neft topdim. Bu mana ovoz bo'ladi deymiz. Agar yoqmasa, re-recording qilasiz. Ma'qul bo'lsa, o'xshasiz. Ovozni robotlashtirsam endi odamnikiga o'xshaydi. Ya'ni robotlashtirish odamni ovozini qo'shsangiz, shunda yaxshiroq chiqadi. Musiqalarda haligi chaynalganga o'xshab qoladi. Neft topdim. Boyagi konstruktorga shu narsani qo'shsangiz bo'ladi. Agar bu yerda sensor nimadir sezadigan bo'lsa, neft topdim yoki xatar degan ma'noda qo'shsangiz bo'ladi. Hop, mana bu joydan, qarang, ikki marta chertib turib, bunday topsiz, belgilagan joyda delete qilsangiz o'chirib oladi. Bo'lgan joylar qoladi. Endi qarang, copy qilaman, paste qilaman. Xuddi shu ovozni nusxalab joyidan qo'yib joy kesishadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri mana buni bosib olsangiz, harfga buni nusxasini qo'yib beradi. Mana bunda bu yoniga playerimiz yoniga qo'yib beradigan bo'lsa, endi bu yerda alohida ovoz mana bunda. Kostyumlar turadi-yu bu yerda. Endi bu parametrlar tugadi. Kod qismidagi ovozdan piano bo'lsa, hop, ustiga bosganda, pianini yasashni bitta o'zini qo'yib olasiz va amalga berasiz. Sarsamontdan foydalanamiz dedik, to'g'rimi? Recording emas, pianoni tanlaymiz. Bilamiz, musiqada 7 ta nota bor. Endi buni qanchalik maydalashtirish shunchalik ketadi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ketaveradi ingichkalash. Do eng yo'g'on hisoblanadi. Ovoz qismiga o'tamiz, lower qilaman. Pasayib ketdi. Hop. Namjon, shuni kesib tashlayman. Qo'shimcha extension bor unga. Hozir biz sound bo'limini o'zidan montaj qilyapmiz. Bitta ovoz qo'yaylik, nima bu? Mana bundan qo'yaylik. Mana do'ga o'xshadi. A piano 2. Belodan ovozni o'zgartirdikmi? Demak, A piano 2 ni ham belodan o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Do. Endi nima
qilaman. Adashib ketmasligi uchun nomini yozib qo'yishim kerak. Endi ovoz qismiga o'taman. Mana bu joydan piano ikkini tanlayman. Eskilarni o'chirib olaman adashib ketmasligi uchun. Ketdi. Sekin. Yes. Duplikat. Ovoz qismiga o'taman. Mana. Bitta ingichkalashtiraman. Uchinchi va to'rtinchi narsani. Endi qarang. Mana bu yerdagi stop all sounds bor, to'g'rimi? Mana bu narsa bilan adashtiribman. Mute qilish. Mana shu mute qiladigan bo'lsam, hozir butunlay o'chirib qo'yadi, lekin deyapti-da. Lekin mana bu stop all soundda playni ham to'xtatadi. Play bo'layotgan narsani ham to'xtatib qo'yadi. Bu narsani odatda space'ni bosganimda qaysidir knopkani bosadigan bo'lsak, hozir hop, keyin esa space'ga qo'lladik. Stop all sound qiladigan bo'lsangiz, hammasi ishlaydi. Bu sprite mana bunga qo'yilgan stop all sound. Lekin buni bosadigan bo'lsam, space'ni bossam, hamma sprite'dagi ovoz o'chib ketadi. Endi soundlarga keyingiz. Set pitch degani bu. Pitch bu ovoz. Bu pen left right ishlatib ko'rmaganman. Voqeadan bilmayman. Pitch ovozni o'zgartiradi. Ovozni o'zim aytgan qiymatga sozlab beradi. Buni 50 bo'lsin desam, 50 qo'yib qo'ysam, 50 ga o'zgartirib beradi. Setdan. Qo'shib ketaveradi qiymat. Bo'lyapti. Buni ishlatish uchun albatta qilishim kerak. 100 shu ekan. 200. Bu mana bu yerdagi narsalar, uskunalar borku, uskunalarda buyruq sifatida ifodalanish bo'ladi. Pitch bo'ladi. Yukshalash ketadi. Undan qo'shib ketadi. Minus tez qaytadi. Endi qanchalik ovozni qiymatini kamroq beradigan bo'lsangiz, ovoz olib ketadi. Ya'ni qanday ma'noda? O'zi 7 tagina nota bor dedik. 7 tagina notalar bir-biridan tubdan farqli. Do, re, mi yoki bo'lmasam do, re, mi, fa, sol, la, si sekin o'zgarib ketyapti ovoz. Do, do bir, do, 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 do ketyapti. Sekin o'zgarib ketyapti. Buni qanchalik kam bilsangiz, o'zgarishni shunchalik kam bilasiz. Pitch degani shu. Set bilan farqini tushundingizmi? Clear sound qilsangiz, qo'shilgan effekt tashlaydi. Volume ovoz oshiradi. Sound qo'yish kerak buni ishlatish uchun. Shunchaki o'zgartiryapti, bo'ldi. Buning natijasini ko'rish mana start sound yoki play sound. Volume yo'q qolaman, mana 50 chiqyapti. Qanchalik ustiga bossam, aylanib joyiga ketaveradi. Buni on qilaman. Maksimal 100 deganim mana bu yerda mana ovozim mana shu 58 bo'ldi. 58 100 bo'ladi. Bu yerda 10 qilib qo'ysam, buni 100 bo'ladi. 10.
Start. Sound. Change volume shu. Set volume sozlab qo'yadi bu. Birdaniga 100 ga sozlab qo'yadi bu. И almashtirib qo'yibman. 100 emas, 20 qilib qo'yamiz ham. Ikkita sozlaydi. Bu volume orqali tekshirasiz. Agar ovoz balandligi 20 dan baland bo'lsa, ikkita operatorlar, solishtirish operatorlaridan foydalansangiz bo'ladi. Joy yaqinlasangiz ham bo'ladi. 10 minut qolibdi. Savollar bormi? Hop, endi sizga amaliy topshiriq. Agar vaqtingiz bo'lsa, pianinoni yasab bering. Orqadan 6 ta klavish bo'ladi. Xohlang razmerini kichraytiring. 6 ta oq, bilasiz, orasiga bittadan qo'ysa 5 ta qora bo'ladi. Qorasi bundan sal kaltaroq bo'ladi, lekin tekis bo'ladi. Pianinodan ovoz chiqmasin. Gitarani maxsusan sintezlatorasiz. Gitara. Boshqa vositalar qilasiz. Hop, video